Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun Fikr podkastining birinchi soni va mehmonimiz Namanganda Yagoku nomi bilan tanilgan Azizbek Sattor bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga. Va do'stim Musallimxon. Assalomu alaykum. Va men Mutallimxon. Xo'p, Azizbek aka birinchi savolim, nimaga Yagoku? Uni taxallusmi yoki bir halaga narsasimi? Xo'sh, Yagoku multfilm bo'lgan. Multfilm do'stim Yago degan o'shanda o'ylinga to'g'risini aytganda, Yago do'stim Yago degan so'zlarni ko'p eshitganimizda shu Yago deb qo'yganman. Kusi aslini olganda u britan tilida do'st degan ma'noni berar ekan. Do'st ku degan narsani qilganmiz. Xo'p. Oxirgi paytlarda ko'rdim ha. Videolaringizda biroz g'amginlik bor. Buni sababi agar sir bo'lmasa, g'amginlik endi hammaning o'ziga yarasha g'ami bo'ladi. Insonlarga bo'lgan ishonch so'nib ketdi birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda endi 7 oy oldin otam o'tgan. Masalan, Namangan xalqida yo muxlislarimizdan uzr so'raymiz. Buni kamchiliklarni to'g'rilaymiz, xudo xolasa. Oxirgi paytda 2021-yildan beri bir yaqin inson o'lgan insonni reklama qilish trend bo'lib qoldi. PR desam bo'ladi. Mana videolarimni ko'rgan bo'lsangiz, ko'p rolda otam rahmatli bilan chiqardim. Ota rolida ko'p videolarni otam bilan ham ko'p olganman. Hazil tariqasida mana haqiqiy eng yaqin do'stim otam bo'lganlar. Dardlashadigan, libo joyda turib beradigan otam bo'lgan. Yigit kishining ikkita do'sti bo'ladi. Bittasi onasi bo'ladi, ikkinchisi otasi bo'ladi. Men PR uchun emas, odamlarga xalqdan duo olish uchun chiqarganman u videoni. Aytishadi, bir kishi agarda otasini haqqiga duo o'qib qo'ysa, o'sha savob boradi. O'sha ma'noda chiqarganman xolos. PR uchun, like uchun, prosmotr uchun mana bir xonada turibman, chiqarmaganman. Blog yuritgan paytingiz bilan odamlarning fikri, sizga bo'lgan qarashi qanaqa? Birinchimi? Bir jamiyatda bo'simi bo'ladi. Biz ham kutdik. Hayajon bo'ladi. Ertaga bir chiqdi, bo'sim bo'ladi. Nimaiki birinchi videoyim chiqqanda menga katta bo'sim bo'ldi. Bitta gapda inson ijtimoiy tarmoqqa chiqdim, qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, shaxsiy brend yurg'izibdimi yo boshqa videolarni olibdimi, hayotda siz suvara kabi yashang. Sababi nimaga desangiz, suvara hasharotlarning ichida orqaga yurmaydigan yagona jonzot bo'lar ekanda. Orqaga qaramas ekan ham, yurmas ekan, chunki bo'yni bo'lmas ekan. Orqadan gapiradigan insonlar faqatgina orqadan gapiradi. Siz ijtimoiy tarmoqni yurg'izibsizmi, faqatgina oldiga bo'lsang, zo'r bo'ling. Men shunaqa tarafdorman. Gapirgan odam gapiraveradi. Qanaqa filmlar yoki musiqalarni ko'proq eshitasiz? O'zingizga yoqadiganlarni bilasiz. Bizga ham qiziq bu. Menga yoqadigan musiqalar, menga Sharel Jo'rayev, Komoliddin Rahimov, eng yoqadigani Sog'insam otajonim, ashq qo'shiq yaxshi ko'raman. Videoyingizni yaqinda ko'rib qoldim, yangi mashina olgan ekansiz. Undan oldingi Jiguli, shu Sparklar. Qadr bilinibdimi? Yo'q, nimaga? U o'sganimga qadr bilinmaydi, lekin tarixi bo'ladi. O'sha tarixi. Tarixi mana birinchi Jigulidan chiqqanman. Jigulida juda ko'pchilik menga yordam berganda, Andijonga ko'p borardi. 30 ming, 50 ming pulimiz bo'lsa bo'ldi, Andijonga borardi. Andijonlik akalarimiz hozir ular ham bloklarni yurg'izishdi. Omad tilayman ularga ham. 30 ming so'mga gaz qilardi, 10 dan 20 bilishib borardi. Qo'limizni to'qlab, "Eda, uy kelinglar" desa yo'q derdi. Biz tez videoni ishlab ketamiz deb. Mana undan keyin Spark oldi. Allohga behisob shukr, Sparkimizni ham sotib, Gentra oldi. Juda ko'pchilik hali Gentrani kreditka oldi, u qildi, bu qildi. Mayli kreditka ola o'sha insonlar uchun, mayli qarzga ola. Zato otam uchun shunday sotdim-da, davolayman deb puli tugadi. Mana Allohga behisob shukr 7 oy ichida Allohning izmi bilan Cherry Arizo 7 Pro olindi. Zo'r hammasi. Qanday aziz bo'lgan bo'lsam, o'shanday azizman, o'shanday yagoman. Masalan, sizlarga ham kelib chiroyli narsa qildim, so'rashdim, "Yo'q, mana anaqam bor, bunaqam bor" deb. Bitta gapda o'zimizni kafanimizni kiyolmaydigan darajada ojizmizda. Bitta shuna to'rbicha joyga shuna kirilsa bo'ldi. Shuning uchun hammasi o'zini vaqtida, o'zini tempda zo'r ketdi. Endi bundan bu yog'iga ham o'sishga harakat qilamiz.
Shu ota mavzusida gapirdingiz. Men o'zi kamroq gapirishga harakat qilmoqchi edim. Men ko'rmagandim, kechagi kuni bir video ko'rdim. Shu otangiz vafotlaridan keyin 5-10 kundan chiqarganingiz kerak. Qo'shni bilan o'rtog'ingiz oldiga chiqqansiz, videoni beraverishadi. Onalari chuqur gapirganlar. Bu real voqealarga asoslangan deb yozib qo'ygan. Ko'p meni ham g'alati qilib qo'ydi haligi video. 5 daqiqa o'ylantirdi. Misol endi kimligini aytib bo'lmaydi. Yaxshi bo'lib ketdi oramiz. O'shanda endi jahli chiqib turgan paytda bo'lgandir. Men o'sha insonni kechirganman. Libok kishi kim siznimi yo kameraning orqasida turgan bolanimi kimni bo'lishidan qat'iy nazar mana jirkanmaydigan odatim bor. Otasi, onasi kasal bo'lib qolibdi desa oxirgacha kurashaman. O'sha insonlar bor tanish bilishlarimni tiqaman. Iloji boricha yashashlikka harakat qildiramiz. Avvalo Alloh, lekin sababchilarni hammasini tiqamiz. Endi u odam ham qayta turib og'ritgan paytida birinchi bo'lib o'sha insonlarga chiqqanman. Lekin yaxshi hammasi oramiz yaxshib ketdi. Endi o'sha voqeaga asoslanib ham olib ijodimni boshlab oldim mana shu orqali. Turtki bo'ldi yana otadagidek o'zi sal odam pasayarganda. Sal pasayargan. O'sha turtki bo'ldi-da, sirasi boshlanib ketdi. Ijodingizni qaysi qismini masalan oldilari prank qilasiz? Keyin ibratli videolar bir oz vaqt. Hozir keyin esa vayn sohasiga o'tib ketdingiz. Qaysi qismini yaxshi deb bilasiz? O'zingizga yoqqan qismi. Eng yoqtirgan mana shu davrda men maza qilib ijod qildim. Men prank qilganimda pochta juda zo'r qildim deb qaysi birini tanlaysiz agarda? Eksperiment, Kosonsoyda bo'lgan eksperiment. Nima deydi haligi eski kiyimlarda odamlarning asl basharasi ko'rinishi menga shunda ijodda haqiqatda zo'r bo'lgan, o'zim maza qilgan joylarim ana shu bo'lgan. U adashmasam kino ham o'rgansizlar. Kino ham olganmiz. Kino ko'rganman. Qishloq mafiyasi degan Zikriyor aka, namanganliklar.uz kanallardagi Muzaffar akalar bilan olingan. O'shanda TikToker bo'lib chiqqanman. Endi u ozgina sabablarga ko'ra to'xtatib qo'yildi, lekin yaxshi ketgan, xudo xolasa. Men shalalaga negativroq insonman o'zim. Hayotda birinchi ko'rganimda menga qilishibdi-da shuni ham. Halaga bir kishidan o'g'irlashibdi dedim. Keyin qarasam realistda chiqilsiz. To'xta. Baribir Namanganlik o'zimiz anaqa podpishkani berish kerak. O'shanda podpiska bosgandim men. 2021da. Halaga 8-marta gul tarqatgansiz. Tarqat Namanganliklar bilan birga. O'shani ko'rganman, o'shanda podpiska bosganman. Nimaiki, baribir Namangandan chiqibdi. Podpishka qilishimiz kerak degan fikr bo'lgan. U bosganman. Namanganliklar juda ko'p podpishkaga kuchli, xudo xolasa sizlarga ham podpishka qilishadi. Like, kommentariyalarni yozib, xudo xolasa zo'r bo'ladi. Ya'ni ijodda, ya'ni kinolarni ham ko'ramizmi? Inshaalloh yaxshi jamoa bo'lsa, men oldimga kelishadi, quyon bo'lib kelishadi, she'r qilaman u insonlarni. U insonlar mendan foydalanishadi. 1 yil ishlamasdan menga pul bermibdi, u bo'lmibdi. Menda qo'pol qo'l gapirganda 4 yil ijod qilib pul topmagan kunlarim bo'lgan. Ishani oyog'imda 7 to'plarda suvlarni kezib video olganlarim bo'lgan. LG telefondan olganman. Lekin o'shanda pul topmaganimda hech kim bermibdi deb yurmagan, o'sha paytda yurganman. Ozgina ishlashadi, ozgina yuzlarni ko'tarishgandan keyin o'zlari ijod qilishga o'tishadi. Men ularni umuman iplos bo'lsam ham ustozman. O'sha narsani o'rgatganman. O'sha insonlarga-da, o'sha insonlarga o'rgatganman. Mana yomon bo'lsam ham duoyimman. Mana bitta odam duoyim bo'lgan. Kim demaysiz? Muhammad B. Shu odam menga kelib to'ttanon ko'tarib duo olib ketgan ashi bola bo'ladi. Ijodim davomida, lekin ko'p redinning shogirdlarim. Bittasi Chirchiqda ishlatdi, bittasi O'zbekiston 24 ga rahbar. Juda ko'p. Bag'dan tashab ketgan insonlar ham juda ko'p. Lekin u insonlarni hech qachon yomon demayman. Ko'cha-ko'yda ko'rsam ham hammasi bilan so'rashaman. Zo'rman. Lekin degan joy bor, davr bo'ladi-yu. Chiqib ketdingmi, gap qilma. Orqadan gap ham qilishadi. Gap qilma, zo'r bo'laydi. U inson ham zo'r bo'lsin. Erkaman, aka men sizda ishlamayman. Men sharoitim qo'yibdi, to'g'ri kelmadi desam, men gap yo'q, sharoit qilib berarman. Yoki deb kamida ikkita kema ketgan bo'lsa, ikkitaga oyoq qo'yma. Ikkita oyog'ini
cho'tanaga yerilib yetib qoladi. O'shaning uchun bitta kamida bo'l, yo cho'k, yo yur. Men hech kimga adovatim yo'q. Mendan ketgan insonlar hammasi zo'r insonlar. Men yomonman. Tushundingda? Instagram to'xtab qoldi deydi. Instagram tarmoqlar to'xtab qolsa, o'zingiz nima ishda ko'rganmilardingiz? Men peshonamga yozgan bo'lsa, uka g'isham toshayveraman deydi-ku. To'g'ridan mehnatdan qochmaymiz, jaydar odammiz. O'yil oldi, mo'ykachi bo'lganmiz. Xohlasang, Allohning izni bilan yana mo'ykachilik ham qilaveramiz, ustachilik ham qilaveramiz, qo'limizdan hamma narsa keladi. Masalan, malyarchilik ham keladi. Sekin qilaveramiz, lekin o'zimizga yarasha o'ttirib qo'yganimiz pullarni. Lekin sekin biznes ham qilaveramiz. Siz Instagram g'oyasini kim berdi sizga? Yo o'zingiz ko'rib, shuni qilaman, shuni eplayman deb ketganmiz. Instagramni kompyuter yonida o'tirganimizda dama blogerlik boshlanib bo'lib ketgan. Bitta video olganmiz, Abdulaziz degan oshnamiz bor. O'sha sababli mana shu sohaga kirib ketganmiz. Hozir u bilan yaqin, yaxshimiz. U o'zining ishi bilan, men o'zim ishim bilan shug'ullanaman. Haliga Abdulaziz yoningizda ozg'inroq soqolli bola adashmasam. Gold Disney egasi. Yoshligingiz qanaqa o'tgan? Biz yoshligimiz yaxshi o'tgan, hech kimdan kam qilishmagan. Nima deydi? Mahalladan so'rasani ham bilishadi. Batarin bo'lganmiz, to'g'risini aytganda, hamma yoqda u ketganni, ketmanni, o'tgan o'rog'ini urganmiz-da. Mahalla mavzusi ochilibdi. Shu istoriyada ko'ramiz, Goguryo deb chiqasiz. Yozilamiz endi. U qayerda joylashgan? Shuni bir hammaga ham qiziq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Goguryo deb Jumon kinosida Goguryo tashkil qilgan. Shundan ilhom bilan o'zimizni mahallani Goguryo deymiz. Hamma biladi, qayerga ketsan, Goguryoga desa, o'zi biladi hammasi. Yoshlikda hamma orzusi bo'ladi. Masalan, men mana kasbda ishlayman, men bu kasbda ishlayman deb. Endi siz ham orzungiz bo'lganmi? Bo'lgan. Nima masalan? 2 marta tergovchilikka topshirganman, Ichki ishlar akademiyasiga Qoraso'burga kira olmaganman. 1.5 yilga borib ligot olganman 3-o'rinda. Ichki ishlar akademiyasiga kira olmaganman. Tergov bo'linmasi rosa topshirganman. 2 marta topshirganman. 2018-yil, 2019-yil topshirganman. Kira olmaganman. Rizqimiz bo'lmagan. Bizni pakanlardagi hamma insonlarga salom qilaysizlar. San'at sohasida o'qiganmisiz o'zi? Yo'q, bizni yetib pushtimizda san'atkor chiqmagan. Lekin birinchisi biz boshladik, endi sekin boshlansa keladi. Bir qarshilik bo'lgandir. Boshlayotganingizda videolar, pranklar davomida. Dadamda bo'lgan o'zgina. Endi masjidga chiqqanlarda yo boshqa joyga borganlarda, hani o'g'ling aytib, har xil video tashdi, ertaga boshiga problema kelmasin degan ma'nolar bo'lgan. Lekin dedimlar, mana biror marta men ishimga o'g'lim meni noto'g'ri demaganlar, sen bos, men orqadaman, sen bos, men orqadaman deb doim paddashga berganlar. Otangiz haqida ko'p videolar ko'rganmiz. Fayillaringizda ham chiqib qolganlar. Muxlis ham bo'lganmiz. Yo'llar jannatda bo'lsin bilan bor. Otasizlikda nima bo'ldi hozir holatda? Otasiz yo'q, otangiz yo'q. Ochiq aytadigan bo'lsa, o'zingizni qanaqa his qilasiz? 65 bahor ko'rmagan otam degan she'rlarni yozib qo'yganman. Otasizlik nima deydi? Halovat yo'q. Otasizlik qarindosh urug'chilikka borish yo'q. Otasizlik xohlagan odam xohlagan joyingizga zarba beradi. Otasizlik bu orqadagi tog' yo'q degani. Otasi bor. Siz otangiz tirikmi? Sizniki tirikmi? Otangizni mahkam quchog'ina. Ertaga borku, bir kun ham ushab turishga vaqtingiz bo'lmaydi. Majburlab bo'lsa ham ko'mib kelishadi. Kechagi kuni oshnam bilan gaplashib turganimizda, shunaqa podkast bo'lib desam, kim mehmon? Yaqub desam. Ha, tanidim dedi. Balki videolaringizni ko'rdida, oshnam ham savol beraman, shansini ber. Otasi boru qaramaydi. Inson bo'lgan yaxshimi yo otasi vafot etgan inson bo'lgan yaxshimi? Shuni gapir. Shuni eshitma, shuni unaqa odamdan eshitmaganman baribir. Xo'sh. Noda pichoq oldi o'zimiz ko'rib ko'ramiz. O'sha otasi qaramayotgan, qaramaydi deganlar ham bor. Al-qasosi minal haq. Otasiga nima qilsa, bolasi o'shani qiladi. Oldin 40 yilda edi, hozir 20 yilda qaytgan.
olmani tagiga hech qachon bexi tushib olmang. Shuni bilib qo'ying. Oxiratda yaxshi bo'lishini xohlasa, otasini duosini olsin. Jannatda zo'r yurishini xohlasa, onasini duosini olsin. Otasi bor-ku, men shuna havas qilaman, otasi bor odamlarga otangiz hayotmi? Gapiradigan gaplaringizni. Otajon, nima yeysiz? Nima olib boray? Nima yegingiz keldi? Qayga olib boray? Misol uchun menda ham bo'lgan. Lekin men dadam rahmatli voyinniman, o'ta seryozni inson bo'lganlar. Hozir bormi? Pul bormi? Qo'ying mayli. Mana shu telefon $1100, $1000. Lazzatini 1 yildan keyin qiling, otangiz umriga jo'nating. Otangiz har xil sanatoriyaga jo'nating, onangiz har xil joylarga jo'nating. Ishani 70 barobar bo'lib sizga qaytadi u narsa. To'g'risini aytganda-da, u o'sha inson ko'p ko'rgan bo'lsa kerak-da, otasiga. Xudo xolasa, bu dunyoda ikkita odam ishlamay qo'yaversin deyishgan. Birinchisi ota-onasini duosini olgan odam, ikkinchisi ota-onasidan qarg'ish olgan odam. Hech qanaqachasiga otasidan onasini duosini olib, ana yerda manaqa ish qilibdi degan gap eshitmaysiz. Faqatgina oldiga bosdik-a. Nishta mana shu Namanganda boy inson bo'lsa, hammasi ota-onasining duosini olgan. Nishta bo'lsa. Hammasi otam, onam deb turib, ertalab men sizga bitta narsani qo'yib aytaman, mana shu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, sizga bejiz chiqmagan. Lolada kurashxonaning oldida kalla go'sht sotadi. Bilsani. Asha odamlarning oldiga yosh 35, 30, 40 atrofidagi insonlar keladi. Onasiga, otasiga qaymoq, issiq non, kalla go'sht kirib, olib kiradi. Nimaga bilasizmi? Nimaga? Duosini og'laydi. Bizni otamiz, mana shu bolalarim yaxshi bo'lsin deb, sovuqlarda asha qizil Jiguligimiz bor. Qayga borsalar o'sha meni armiyaga 900 kilometr borib, asha Jigulida ko'rib kelganlar. Bu narsani aytish endi urinmasmi, lekin albatta bu narsa kerakli mavzu. Otam menga hamma narsani qilib berdilar, lekin men otam uchun ko'p narsa qilib bera olmadim. To'g'ri, kasalliklarda oldida turdim. U farzandlik burchim meni. Agar kasallik paytida men ketib bo'lsam yo boshqa odam ketib bo'lsa, u inson emas. Inson emas. Hayvon deyman. Otasini, onasini kasal qilib qaramagan inson emas. To'g'risini aytganda-da, nimaiki bizni borligimizdan, yo'qligimizdan paydo qilgan ota-onamiz, Alloh shularga sabab chiqgan. Hozir ko'p kishiga qiziq bu narsa. Hozirgi kunda oldingizga qo'ygan eng birinchi maqsadingiz nima? Nafsim uchun gapirami yo o'zim uchun gapirami? Sizga ham. Nafsimiz uchun bo'lsa samolyot olish. Agar o'zimiz uchun bo'lsa jannatda jamolini ko'rish. Juda o'ylamaganda bundaqa gapirasiz. Nafs ham bo'ladi, o'zimiz uchun bo'ladi. Ikkita narsa bo'ladi-da. Men dunyo qarashim boshqachami deyman, bilmayman. Men ko'proq kinoga chiqdim keladi. Xo'p. O'zbek kinoga emas, Marvelga chiqdim keladi. Ba'zi birlarga aytsam kulib qoladi-da. Yo'q. Hali qanaqa amerikanskiy filmlarga niyat bor, maqsad bor. Yaxshi narsaga chiqingan faqat. Yo'q. Maqsad bor, kulish bo'ladi. Ko'proq. Orzu qilish. Bitta bamisoli dala deysan. Dalaga qancha orzungiz qiladi? Misol juda ko'p, ha. Qo'lingacha. Nima duo qil, hammasi yaxshi bo'ladi. Maqsadni oldiga qo'y, zo'r bo'ladi. Mana o'zi yangi boshlovchilar hamma kuladi, mana uni chaqiribsan bo'ladi, yo'q. Sekin o'sha katta darajalarga yetganingizda keyin mana birinchisini ko'rasizlar-ku, mana shu qamashlar degandilar deysizlar. Zo'r bo'ladi. Kayfiyat tushirmani oldiga bo'lsangni, Namangan xalqi yaxshi qabul qiladi bunaqa narsani. Faqatgina berayotgan savolingni o'ylab, hammasini yozib olib bersangiz zo'r bo'ladi. Nima savollaringiz bor? Hozir masalan, hozirgi kunda shunaqangi payt kelganmiki, blogerlikdan shat kechib turib boshqa nimadir ish qilish uchun. Nima misol tariqasida?
blogerlikdan shatkich bo'lib, o'zi og'ir kunmi, shunaqami o'ylab ko'rganmisiz o'tirib? Juda ko'p bo'ladi. Yaqinda ham o'yladim, tashlab beraman aydiribdi. Yo'q, stress hamma yoqda bor-da. Stress bo'ladi, bitta muammo keladi, muammoni yechish u bitta muammo bo'ladi-da. Bo'yimga kelib urib ketgan insonlar ham bo'lgan, mana blogerlik sohasida. Lekin hozirgi momentga kelib o'sha insonlar meni ko'rsa qochib ketadi. Endi qanaqadir darajada, jam o'zimni katta o'rishim, qanaqadir darajada Namangan xalqi tanidi. Bu mana o'zimizni okalarimiz poddeshkasi bilan Allohning izmi bilan zo'r bo'ldi. Lekin hamma narsa qiyinchilik bo'lsa, mazasi oxirida shirin bo'ladi. Shunaqa gaplar. Bizda qiziq kes bo'ldi. O'sha birinchi shuni boshlatganimizda keldim oshna. Podkast olamizmi endi? Mayli. Qanaqa olamiz dedim. Fikr bera oladigan shaxs chaqiramiz. Ulardir berib ketish kerak. U ko'rmasin, 10 ta ko'rsin, 10 ta odam olib ketsa bo'lmaydi. Biz 2 kun mobaynida odam qidirdik-da. 2 kun mobaynida mehmon qidirdik. Boshqa joylarga bordik, juda qiynaldik. O'sha bizga telefon qilgan kunim ko'rishdim. Men qidirmayman, bo'ldi, men charchadim dedim. Men kirib ketsam telefon qildi. Do'stim qaydasiz dedi. Uyda yotibman desam, mazizga boshqa beraman deb chaqirdi bu. Yo'lim suv qilib ketdi. Men harakat qilganman, bu ishda bo'lgan. Chiqaman. O'shangacha suv qilib ketdim ishda men. Chiqdi, oshiydi. Oshiya bo'lib, aybini yuvibdi bu. Menga atakani boshladi. Lekin kardiologiyani oldida adashmasam oldin ofisina bo'lardi, bilmayman. Hozir boshqa joyga ko'chgan. O'sha kelib bo'ldi kelamiz. Mashina meni haydab yubordi, mashina tushirib yubordi. O'sha kardiologiyani oldiga o'tiribman. Hisobdaman. Bundoq qarasam, ofisina bir marta mehmon bo'lgandim. Qarasam qulf yo'q. Men keldim o'shda. O'sha zibyoka bo'ldilar. Chiqmagan jondan umid. Taklif qilib qolamizmi desam, "Davay boss." Telefon qildim, tomog'im og'ritdi. Tomoq og'rib bo'ladi. Bizdan vaqtli inson yo'q shu paytda. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Misol sizlarga o'xshagan oddiy inson bo'lib chiqqanmiz. Buni men sinfdoshlarim bilmaydi bunaqa narsa, bunaqa darajada ketgan. Nimaiki sinfdoshlik paytimiz faqatgina oddiy inson bo'lib yig'ilganmiz bizga. Yo bir nargi sinfdagi va bir endi sizlar uchun manchalik yordam bo'lgan bo'lsa, men xursandman to'g'risi. Yaxshi bo'lsin, zo'r bo'lsin. Yana qanaqa savollar? Biz o'ylamaganda o'zi kelishingizda nimaiki sizni bir yo'q 10-sinfimizga chaqirsak kerak nimaiki bular. Yo'q, bor inson deb. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Rahmat, biz ham misol oddiy insonmiz. Senga masalan sen bizni chaqirsa, ukom biz ham xursand bo'lamiz. Ash bolaga biz yordamimiz, nafimiz tegdi deb turib xursand bo'lamiz. Avvalo odam bir-biriga yordam berish kerak. Buni so'ramasam, so'ksa kerak ko'pchilik. Qancha daromad qilasiz? Endi $300 pul topamiz oyiga. Yo, buni men o'sha oddiy xalq qatori o'sha 10 million bilan 15 million orasida topamiz. Xudoga shukr, shunaqa topamiz. Endi buni qarz bor odamlar "Oma aytma, pulimni ber" deb telefon qilmadi. Men Namangan xalqiga, nafaqat O'zbekiston xalqiga men yuzlanaman. Mana studiyamiz, agar fikr beraman, yaxshi, manfaatli narsa beraman desani kelinglar. Namanganlik aka-ukalarimiz kimda qanaqa g'oya bo'ladigan bo'lsa, mana shu ukalarimizga ozgina bo'lsa ham o'zingizning hissani qo'ysani, bular ham men ham, meni jamoam ham xursand bo'ladi. Bitta savol qiziqtiradi. Maktab paytida hammani sevgan qizi bo'ladi. Shunga endi sizni ham sevganingiz bo'lganmi? Bo'lgan. Aytib bersangiz. Shu haqida qiziqdi. Aytib bersam u ajrashib ketib bo'ladi-da, shuning uchun baxtli o'zi. Men ham o'zim baxtimni topganman, sekin hayot kechiryapman. Oxirgi paytlarda jamoadoshlaringiz yoningizda juda o'zgaruvchan bo'ldi. Shundoq yurakka zarba berdi ukomiz. Yaxshilab ishdinglar. Biz oldimizga kelganda quyon bo'lishadi. Yurak yo'q bo'ladi. Ammo sher qilib qo'yaman u insonlarni. Rolga kirish, nima, qayda qanaqa, nima narsalarni hammasini o'rgataman. Sal chiqqandan keyin ishlashga harakatlanishadi-da. To'xta, men 1 yil ishlay bu odamlar bilan. 1 yil ishlay.
Ozgina buni issiq sovuğini, qishini ko'ra, yozini ko'ra deyishadi. To'ra 5 oyda o'zlaridan o'zlari chopilib ketishadi. Maqsadim samolyot olishdi, tamam boya. Samolyot olmagunimcha kim bo'lishidan qat'iy nazar chopamanman. Meni ishimga aralashsa chopaman. Chiroyli, bir-birimizga mehr-oqibatli bo'lsa, hayotda u insonni ko'chada qoldirib, yo ebeda qoldirib, yo bu problemaga tiqib ketadigan odam emasman. Men bilan ishlagan insonlar juda yaxshi bilishadi xarakterimni. Hech qaysilardan yeb bo'lgan joyim yo'q. Даже o'tkazib qo'ygan bo'lsam ham men roziman. Qolib ketganimizni so'rab olishsin, men beraman. Prosta bu soha shunaqa soha blogerlar. Bir kishini yomonlaydi, bir kishiga yomonlatadi. Namanganning jamiki blogerlari bo'lsa, mobil graflari bo'lsa, hammasi bilan zo'rman. Men hammalarning ijodlarini, hammalarni videolarini ko'raman ham, ijodlariga omad tilayman. Boshqa gap so'zim yo'q. Hammalarning omadlarini bilsin. Sizlarni yaxshi ko'raman deydi. Birinchi topga o'tib o'rgan videoyingiz va shu video bilan men Namanganda ko'chaga chiqqanimda odamlar tanidi. Degan videoyingiz bormi? Vine yo Frank. Vine. Sharp shallaqi o'tib o'rgan. Masalan, men o'zi asl ismim Azizbek bo'lsa, ko'pchilik Azizbek emas, Yago, Sharp shallaqi. Shunaqa yani. U kechaga o'zi qo'ygan ekansiz. Xo'rozozda Soloka deb chaqirishadi misol tariqasida. Shu insonlarni hayotda bor insonlarni qo'yganman. Real hayotda o'lib. Hayotda bor inson, mana o'zlari mana. O'shalarning dadalari ismlari Soloiddin. O'shalarning ismlarini olganman. Nima deydi? Hammasi zo'r, hayot yaxshi, zo'r ketdi. Hammaning omadini bilsin. Men hech kimga yomonlik qilmayman. Yomonlik qilsam ham bir pela choyni ichib qo'yaman bo'ldi. Namanganda qanaqadir blogerlar chipslasholmaydi. Degan videolarni ko'rdim. Bor bu videolar yo'q emas. Haqiqatdan ham shu birga ishlash anaqalarda juda kam Namanganda. Bunga sabab nima deysiz? Men lekin hamma bilan video olib ketayapman. Masalan, o'zim kim Namangan avtobloger bormi yo Vine bloger bormi, ibratli video oladigan bormi? Hammasi bilan yaxshiman. Menda unaqa narsa bo'lmagan ekan. Demakki, hammamiz oldin chiqqanimizgami, keyin oldin chiqqan degan narsa yo'q-ku. Hamma bir-birini hurmat qiladi. Avtobloger ham, ibratli video ham, Vine blogeri ham hammamiz bir-birini hurmat qiladi. Bunaqa narsaga mayliga jipslanadi, undoqda bundoq degan gaplar menga qorong'i. Sababi men bitta joyga kimmi, bu kishini avtoblogermi, Vinermi yo ibratli chaqirsam keladi. Kelmasa ham men xafa bo'lmayman, unga teskari to'nmayman. Vaqti yo'q aka. To'g'ri tushunaman. Demakki, sizni vaqtingizga buniki to'g'ri kelmas, meni vaqtimga sizlarniki to'g'ri kelmas. Shunaqa narsa bor, ozgina bo'lsa ham o'sha ba'zi bir bordir, fitna blogerlar bordir, shunaqa degan bo'lishi mumkin, lekin hammasi bilan men zo'rman. Hammasi ham mana bular ham meni hurmat qiladi. Zritel sifatida shuni ko'rib aytdi-da, endi shunga meniki Toshkentda va boshqa viloyatlarda qarasa, blogerlar haligi birga video ishlashadi. Ba'zida kino ham ishlashib chiqarishdi. Bizda ham bo'lar. Bo'lar endi nasib qilamiz. Bizda ham bo'lar, lekin katta temaga men birini suqmayman. Bo'ladi, xudo xolasa. Hammaning o'ziga yarasha kurugi bor-da, tushunsizmi? Qanaqadir hammaning o'ziga yarasha kurugi bo'ladi. U kurugdan ajrab keta olmaydi. O'sha masalan, bitta avtoblogerlarning o'zining kurugi bor, misol. Ibratli video oladiganlarning ham o'zining kurugi bor, Vinerlarning ham o'zining kurugi bor. Hammaning o'ziga yarasha kurugi bor. Endi men ularni qanaqa gapiraman, hammasini hurmat qilsam, bittasini yomonlamayman. Bir kishini yomonlayman, Muhammad aka Ganiyib, sizni yomon ko'raman. Hazil albatta, qattiq hazil qilamiz. Libo joyga borsa, tug'ilgan kun qo'yamiz. Yo, nima deydi, birorta kishini tug'ilgan kunini qo'yamiz-da. Muhammad aka Ganiyib, haqiqatda hazilimmi, jo'stki hazilimmi ham, lekin chestlarga tegmayman, ko'taraldi. Eng og'ir kuningizda hamma tashlab ketadi. Kim oldingizda qolgan ko'proq? O'zimni soyam bilan, boshqa hech kim yo'q. Libo kishi tashlamayman. Bor bitta ikkita yo'q, lekin o'zim
Endi Nodir degan yaqin do'stim bor. Endi uni ham ishi bo'lib qoladi. Lekiga bu payt chaqirsam keladi. To'g'ri u paytda ishi bo'lib qolgandir. Lekiga birinchi o'rinda o'zingiz va o'zingizni soyangiz bo'lar ekan. Boshqa hamma o'ziga yarasha ishi bo'ladi, nafi bo'ladi-da. Shunaqa gap. Men endi o'rtoqlarimga o'tirganimda bir kun aytdim. Hop. Meni sharoitim o'zi sanga to'laverishga yo boshqasiga to'laverishga yetmaydi. Haqqimni men tushundim. U meni noto'g'ri tushundi. Men 3 kun mobaynida o'ynadim. Men noto'g'ri gap gapirib qo'ydim shunaqa optimist inson bo'ldim. Qancha edi o'sha pul? Ha? Yo'q, endi Ye bichara. Endi hammamiz o'zimizga to'lasa, nimaiki men ham o'yga qo'yaman. Krisi odam qolsa. To'g'rimi? Yozib qo'ying. Hazil albatta. Bundoqda endi hammaning o'ziga yarasha sharoiti bo'ladi. Lekin kim zo'r desa, do'stiga to'lavergan zo'r ekanda. Shuning uchun Nodir san ham pulingni to'lab qo'ygin hammasini. Aytma, hammasini menga to'lataverma. Qanday sharoitda, qanaqa holatda katta bo'lgansiz? Agar Bizda sharoit hech kimdan kam bo'lmagan, lekin o'zimiz harakat qilganmiz. Mo'kechilik, teray ham achiganman, go'rkovlik ham qilganman. Morgda ham ishlaganman. Hamma ish qilib ko'rganman. Qolmagan hamma ish. O'shanga zarba berishsa, bo'ldi bu sinib ketadi deyishadi, yo'q, undan yaxshi chiqib ketib olaman. Hamma ish qilib ko'rganman. G'isham to'shiganman, ustachilik ham, suvoq ham qilib 5 so'mga qo'shnimizni devorini ponna suva berganman, nima? Mehnatda katta bo'lganmiz. Bolon qo'ratirganmiz, bu misol past bozorda Lolada. So'qchoq sotganmiz. Hamma narsa qilingan. Xudoga shukr, kam bo'limman. Yaqin kunlarda yangi ko'rsatuv ham harakat qilganman o'zim. Shaxsan o'zim chiqaman, do'stimga aytdim, chiqsan desam, men bilmadim debdi. Bundoqda ikki tane mana bir-biriga sizlar hozir men birinchisiga hayajonlansizlar. Ikki tane bir-biriga qarab turib savol-javob o'tinglar. Balompiston. Bir-biriga nima qilib, bundoq qilib mikrofonlarni tutinglar. O'shani optini ko'paytirsizlar. Ikki kishimi mutanasida 1 yil pul topmas tursizlar. 2-yil pul topib, 6 oy pul topmas tursizlar. Hozir unaqa yo'q, 1 yilgacha so'drab yurish yo'q. Hozir ijtimoiy tarmoq kuchayib ketdi. Bizda edi 3 yillab pul topmaganimiz. Hozir sizlar astozil 6 oy bo'lsani, 7-oy xudo xolasa reklamani tushaydi-da. Niyatingni yaxshi qilsani. Hozir unaqa narsa sizlarda etapi bor, gap so'zga qaramasani. Bo'ldi. Nima savol? Pul topganda. Eng ko'p topgan daromadingiz Bitadi. $100,000 deyim. Ko'pirib. Yo. Katta shartnomalardan bitasi 45 million olganman. 3 oyga 45 million olganman-da. Qanchadan bo'ladi? 15 milliondan. 15 milliondan bo'ladimi? Ha, 15 milliondan. 45 million pul olganman. Buni bitadi. Til ketib qoladi-ku, uncha pul ko'rgan birinchi man. Salomat. Og'ir bo'lsa ham aytaman. Otiz hayot qanday o'tyapti? Qorong'u. Qanchalik bir yorug'roq qilib tushuntirib bersangiz, bir yoshlarga ham, xalqqa ham bir. Otasi yo'qmi? O'zi tushunadi. Uydan kirganingizda har kun derazadan qaraydigan odam yo'q. Men keldim deda deydigan. Siz uchun deda kontakt o'chadi-da. Siz uchun endi deda deydigan odamimiz yo'qoladi-da. Haqiqiy yuradan deda men keldim. Deda men ketdim, duo qiling. Deydigan odamingiz yo'q bo'ladi-da. Orqangizdagi tog'ingiz ketadi. Bog'ingiz qoladi. Ona bog' bo'ladi. Ishlaringiz yaxshi bo'lishi uchun ona bo'ladi. Endi ota otasizlik yomon. Yomon.
Ikkinchi savolimiz, onangizga oxirgi marta qachon gul sovg'a qildingiz? Ya har kun sovg'a qilaman. Onajonim, meni ko'rib turganmisan, siz dunyodagi eng baxtli, eng zo'r insonsiz. O'zim yakka yagonam. Yaxshiyam siz borsiz, men duogo'yim. Siz borsiz, men borman bu dunyoda. Hamma jamiki mana shu butun dunyodagi onalar sizlarni yaxshi ko'ramiz. Biz farzandlar sizlarga qancha gul bersa, shuncha kam. Doim farzandim uchun deb yashaysizlar. Boriniga shukr. Masalan, hamma onalarni yaxshi ko'raman. Onajonlarim, duo qilinglar farzandlaringni zo'r bo'lsa o'ylang. Hop, 18+ videolarga qanaqa qaraysiz? Ya biz ham misol 18+ video olamiz, lekin taqab qo'ymaymiz. Shunga qadar narsa qilib qo'ymaymiz. Sababi bizni ko'rsin, oilaviy davrasida ko'rsa ham, bu bola so'kinmaydi-ku deb turib o'tirib ko'rsa bo'ladi unda misol. Lekin haqiqatdan 18+ avjiga chiqarib olgan odamlar, prosta insof bilsin bo'ldi deymiz-da. Boshqa nima deymiz? Biz gapimiz olmaydi baribir. Bizdan kattalar ham gapirgan baribir olmagan. O'zi kechagi kuni narsa o'qib qoldim. Olimlar insonni ikki turga bo'lib qo'yishibdi. Z avlod, mineral avlod. Men o'zim mineral avlod deb bilaman. Tan olmaydi ba'zilar. Lekin shunaqamiz. Lekin shunga qaramiz telefonga. Bitta kitobni o'qib olmayman. Lekin bitta kontentdan ko'proq narsa olishga harakat qilaman. Siz qanaqa kontent ko'proq ko'rganingiz yaxshimi yoki kitob o'qiysizmi? Ko'p pul topganim yaxshi mana. O'sha. Mana pul topsam bu narsa keladi. Pul bor-ku, ko'p joyda gapiradi. U kitob o'qi, boshqa qil, kitob o'qib turib pul ko'payib ketgan odamlar, video o'qib turib pul ko'payib ketgan odamlar bo'lganda, misol biz ham ikki turdan bittasi bo'libdi-da. Pul bo'lsa bor-ku, seni yemagan fazillaring ham yeydi, ha? To'g'ri. Maktab paytiga o'tsak, Yo'q. maktab paytida qanday yurgansiz? Necha baholab o'qigansiz? Maktabda biz geografiyani yaxshi bilardik xolos, jismoniy tarbiya bilaman. Maktabda geografiya fani bilan jismoniy tarbiyani haqiqatan yaxshi ko'rganman. Lekin zo'r o'qimaganman. Bir-biriga qo'shib o'qib zo'r emas. Adabiyot lekiga uzunmi she'rlarimni o'qib beraman. O'qib bering, bilishdilar. Uzun yozgan she'rlarim. Otam vafotlaridan keyin yozganman bu she'rni. Davring o'tib qoldi der, do'stingman deb go'shting yer, oqibatdan to'qir she'r, oqibatsiz odamlar. Do'stingman deb choq qazar, yolg'ondan qilmas hazar, sizdek do'stdan it afzal, oqibatsiz odamlar. Ortingdan g'iybat qilar, do'stingman deb lekular, sinishingni kutarlar, oqibatsiz odamlar. Juda ko'p mana. Lekin o'zim yozgan she'r bu. Shunaqa endi she'rlarni yozib turganmiz. Lekin bu maktab davridagi talant emas. Lekin mana shu blogerlik sohasiga kirib 5-6 ta she'rlarni yozganman. 65 bahori ko'rmagan otam, oqibatsiz odamlar, yolg'onchi do'st degan narsalarni yozib qo'yganman. Sekin-sekin qo'shiq qilib balki kimdirlarga berarman. Men misol qo'shiq ayta olmayman, lekin beraman. Armiyada bo'lganman demangiz. Bir oylik emas, bizga 1 yillik. 2017-yil, 2018-yil 1 yillik xizmat qilganmiz. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Pachkamar aholi punktida 27506 harbiy qismda xizmat qilganman. Armiyachilar kommentga yozmasalar, ko'zlaringni o'yib olaman. Qiziq holatlar ham bo'lganmi armiyada? Bir safdoshlar bilan ko'chadagi oshno'g'anlar bilan ko'chada ikki turga bo'lib oladi. Armiyachi oshno'g'anlar, ko'chadagi oshno'g'anlar. Ko'chadagi oshno'g'anlar uy-uyga kirib ketadi-da, misol. Ha, 1 yil bitta joyda xizmat qilib, bitta joyda yotib, bir kishi hamma uchun, hamma bir kishi uchun degan javobgarlik ular o'ta yaqin bo'ladi. Biz gruppalarimiz bor, kimdir o'ylansa boramiz. Endi hamma pashta 99% o'ylan bo'ldi. Qolmadi, lekin bir 50% to'yga borganman-da. Zo'r bo'lgan. Xizmatdoshlarim desa boshqacha. Mikrofonda chaqirishsa ham misol boshqacha chaqiradi. G'ururlanib ketadi-da. 2017-2018-yil xizmat qilgan barcha 89 ta askarlar sizlar bilan men xizmat qilganimdan to'g'risi gap. Men faxrlanaman, lekin Jalol
o'shanda san meni maslimni o'g'irlab ketgansan. Baribir bilaman. Kelganingizga rahmat. Lekin Salomat bo'linglar. Doim oldiga bossin. Yomon gap, yaxshi gaplarga rozi bo'linglar. Ham rozi bo'ling. Sizlar ham yaxshi gaplarga, yomon gaplarga rozi bo'linglar. Studiyaga omad, sizlarning ishingizga ham omad. To'la bo'larsiz.